Rossiya raketalari endi Ukrainadagi atom infratuzilmasini nishonga olmoqda. Eron 11,000 kilometrgacha uchish masofasiga ega yangi raketani sinovdan o'tkazmoqchi. Pentagon Yevropaga bombardimonchi samolyotlar guruhini joylashtirdi. Turkiya qonxo'r Netanyahuni hibsga olishi mumkin. Ibrohim kelishuvlariga qo'shilish nimani anglatadi? Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Rossiya raketalari endi Ukrainadagi atom infratuzilmasini nishonga olmoqda. Financial Times nashrining manbalariga tayanib xabar berishicha, Rossiya 8-noyabrda Ukrainaning Xmelnitskiy va Rivnenskiy AESlariga xizmat ko'rsatuvchi podstansiyalarga zarbalar bergan. Ushbu zarbalardan keyin Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga Xalqaro atom energetikasi agentligining favqulodda yig'ilishini o'tkazishni talab qildi. Sibiga shuningdek Xitoy va Hindiston kabi yadro davlatlarini Rossiyaga ta'sir o'tkazish uchun harakat qilishga chaqirdi. Eron 11,000 kilometrgacha uchish masofasiga ega yangi raketani sinovdan o'tkazmoqchi. Xavfsizlik va strategiya bo'yicha ekspert general-leytenant Abdulkarim Xalafning Al-Alam telekanalidagi Shifra dasturi efirida aytishicha, Eronning o'ta uzoq masofadagi nishonlarga zarba berishga qodir bo'lgan raketani sinovdan o'tkazayotganini ko'rsatuvchi ma'lumotlar mavjud. Agar bu ma'lumot tasdiqlansa, bu Eron raketa dasturidagi eng yirik texnologik sakrash bo'ladi va uning strategik to'xtatish, ya'ni cheklash sohasida global o'yinchi sifatidagi maqomini mustahkamlaydi. Bu qit'alararo ballistik raketalar Qo'shma Shtatlarga yetib borishga qodir ekanligini anglatadi. Pentagon Yevropaga bombardimonchi samolyotlar guruhini joylashtirdi. AQShning B-52 stratotanker strategik bombardimonchi samolyotlari guruhi Finlandiya, Litva, Shvetsiya va boshqa ittifoqchilar va hamkorlar bilan ko'p tomonlama mashg'ulotlar o'tkazish uchun Ispaniyadagi Maron aviabazasiga yetib keldi. Bu haqda AQShning Yevropa havo kuchlari qo'mondonligi ma'lum qilgan. AQShning 3 ta B-52 stratotanker bombardimonchi samolyoti bir kun avval Luiziana shtatidagi Barksdale havo bazasidan havoga ko'tarilib, Ispaniyaga yetib keldi. Harbiylarning tushuntirishicha, bunday ko'p tomonlama mashg'ulotlar doirasida kuchlar va vositalarni joylashtirish AQSh harbiy havo kuchlarining strategik bombardimonchi ekipajlariga paydo bo'layotgan tahdidlarga tezkorlik bilan javob berish uchun o'z taktikasini aniqlab olish va NATOning sharqiy qanoti va yuqori shimolda ishonchli to'xtatuvchi kuchni saqlab qolish imkonini beradi. Operatsiyalar teatrida bombardimonchi ekipajlar murakkab, yuqori xavf ostidagi havo bo'shlig'ida operatsiyalarni taqlid qiluvchi bir qator o'quv navbatlarini o'tkazishadi, deyiladi bayonotda. Turkiya qonxo'r Netanyahuni hibsga olishi mumkin. Istanbul prokuraturasi Isroil bosh vaziri qonxo'r Benyamin Netanyahuni G'azo aholisiga qarshi genotsid ayblovi bilan hibsga olish uchun order chiqardi. Ma'lumot uchun, orderda Isroil bosh vaziridan tashqari hukumatning 36 a'zosi va harbiy rahbariyat ham bor. Ibrohim kelishuvlariga qo'shilish nimani anglatadi? Tomonlar Isroilni mustaqil, ya'ni bosqinchi davlat sifatida emas, qonuniy davlat sifatida tan oladi. Ikki tomon o'rtasida savdo, investitsiya, turizm, energetika, texnologiya, transport va boshqa sohalarda keng qamrovli hamkorlik o'rnatish. Bu kelishuvga qo'shilgan mamlakatlarda biron bir yahudiyning oyog'iga tikon kirsa, biz bilan ular orasida kelishuv bor. Dinimiz kelishuvlarga sodiq qolishga buyuradi deb chiqishga bahona bo'ladi. Xullas, bu kelishuvga qo'shilish G'azodagi 60 mingdan ortiq musulmonlar qoniga tupurish hisoblanadi. Isroil Livan armiyasini ogohlantirdi. Agar armiya Hizbullohga qarshi chora ko'rmasa, Isroilning hujumlari yanada kuchayishi aytildi. Bu bayonot Isroilning Livan hududiga nisbatan bosimni oshirayotgani va mojaroni keng ko'lamli urushga aylantirish ehtimoli yuqoriligini ko'rsatadi. Genotsidchi Isroilning mudofaa vaziri Israel Katz prezident Erdo'g'anga keskin javob qaytardi. Katzning so'zlari: "Bu ahmoqona hibs buyruqlaringni olda, bu yerdan yo'qol. Sen G'azoni endi faqat durbin orqali ko'ra olasan." Xitoy raketa ishlab chiqarish va raketa qo'shinlariga aloqador obyektlar maydonini sezilarli darajada kengaytirmoqda deb xabar beradi CNN. Jurnalistlar 2020-yildan buyon olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari, xaritalar va hukumat xabarnomalarini tahlil qilib, Xitoyda raketalar ishlab chiqarish hajmi ancha oshganini aniqlagan deya yozmoqda nashr.
Sun'iy yo'ldosh tasvirlariga ko'ra, Xitoy qurolli kuchlarining yadro arsenalini nazorat qiluvchi raketa ishlab chiqarish yoki raketa qo'shinlariga tegishli 136 ta obyektning 60% dan ortig'ida kengayish alomatlari kuzatilgan. Xitoydagi harbiy zavodlar, ilmiy tadqiqot va sinov markazlarini o'z ichiga olgan bu obyektlar maydoni 2020-yil boshidan 2025-yil oxirigacha bo'lgan davrda minglab kvadrat metrlarga kengaygan deyiladi maqolada. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.